Mariana bo'tig'i. Tinch okeanining g'arbiy qismi, Filippin va Guam orollari yaqinida. Eng chuqur nuqtasi Challenger chuqurligi taxminan 11 kilometr. Bu yer yuzidagi eng chuqur okean nuqtasi. Mariana bo'tig'iga 1960-yilda Don Walsh va Pasquale Picasso tushgan. Keyinchalik mashhur rejissyor James Cameron 2012-yilda Challenger Deep'ga yolg'iz o'zi tushgan. 11 kilometr chuqurlikda quyosh nuri umuman yetib bormaydi. Hayvonlar esa maxsus biologik nur chiqarish orqali bir-birini topadi. Mariana chuqurligida dahshatli ko'rinishga ega baliqlar yashaydi. Uzun tishli, shaffof tanali, hatto boshida chiroqchasi bor baliqlar. Ba'zi hayvonlar hatto zaharli yoki odam uchun xavfli bo'lishi mumkin. Olimlar hali ham u yerda yashaydigan ko'plab mavjudotlarni aniqlashmagan. Har safar yangi ekspeditsiya tushganda ilgari ko'rinmagan g'ayritabiiy jonzotlar topilardi. Tadqiqotchilar u yerda g'alati ovozlar eshitishgan. Ularning kelib chiqishi hamon noma'lum. Ba'zilari bu yirik dengiz hayvonlari yoki hatto noma'lum mavjudotlar bo'lishi mumkin deydi. Juda kam odam Mariana chuqurligining tubida bo'lgan. Bu joy deyarli insonlar uchun yopiq hudud. Bu faktlar tufayli Mariana chuqurligi ba'zida yer yuzidagi eng dahshatli joy deb ham ataladi. Kim bilsin, yana bu yerda qanchadan qancha dahshatli mavjudotlar va hali fanga noma'lum jonzotlar bo'lishi mumkin.